Aholi uchun tezkor xabar. 19-apreldan 26-aprelga qadar ob-havo prognozi e'lon qilindi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 20 va 22-aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 20 va 23-aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 20 va 22-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, 14-19 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Kunduzi 20-25, 27-32 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 20-22-24-aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikkacha esishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikkacha esadi. 22-aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 20-22-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat 19-aprelda kechasi 8-13, 20 va 26-aprelda 13-18, kunduzi 23-26 darajagacha ko'tariladi. Andijon va Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 19 va 22-aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 20 va 21-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 darajagacha ko'tariladi. Tog'oldi va tog' hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi va vaqti bilan yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi harorat 5 daraja, kunduzi 10-14 darajagacha iliq bo'ladi.